Arkadaşlar sizler bilan men yana uchrashdik. Men YouTube'da yangiman. Shuning uchun ismim yo'q. Faqatgina ismimni qo'yib qo'yaverdim. Bugungi videomizda biz Articraft anarxiyada kuchayamiz. Qani, o'zi ketdik. Birinchidan manga borib yubordim. Va mandan ancha kuchayib yuborgan edim. Barcha keraksiz anjomlarni sandiqqa soldim-da, mayni kutdim. Bu yerdan ozgina qusish burchagini yaratdim. Soatga qaradim. Bu may yangilashga ozgina qolgan edi. Elementarimni mana bunaqa qilib qo'ydim. Nimaga desa, keraksiz rudadan olmaslik uchun. Va bizga do'stimiz tupa tashadi. Men u tupani hozir oldim. Va shu yerda mayn boshlanib ketdi. Va mayndan men turli xil resurslarni olib oldim. Turli. Va faqatgina izmurod olishga harakat qildim. Lekin boshqa maynchilar ham mendan o'zib ketmoqchi bo'ldi. Men olmos topib oldim. Va bu yerdan ko'p narsalarni oldim. Mana bu buldozer hamma narsalarni olib olmoqchi edi. Ha, bo'ldi deb o'ylagan edim. Lekin bu yerda o'ylaganimdan ham ko'proq edi. Va men izmurod ko'rib qoldim. Mana bu yerda olmos bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, men qancha narsani olib oldim. Olmosni hozir endi cheshga solib olamiz. Buni sotmagandan ko'ra bunda kirkazib o'tish kerak. Temirni ham qo'yib qo'yamiz. Va qolgan hamma narsalarimizni hozir mana bu do'stimiz keldi. Va unga hamma narsamni tushuntirdim. Va unga anarxiyada kuchayish videosini dedim. Unga qarashib yuboring dedim va mayn to'lishini kutdim. Shu yerda men kallamga ajoyib g'oya keldi. Auksiondan shakar qamash qiladim. Lekin bu narxlarni ko'rib juda ham qimmatligini bildim. Mayn to'lishini kutamiz.
Hazır main yangilanadi. 1 minut kaldı. O main yangilanishiga az kaldı. Mana bu brat meni itelayapti. son va main yandı. Ben bu yerden kerakli resurslarni yana qaytadan yanglab oldim. Bu yerdan keraklicha resurs yangladim degan umiddaman. Ha, judayam ko'p narsa yig'dim. Va olmosni har doimgidek sandiqqa soldim. Va boshqa narsalarni banner bozorida hammasini sotib yubordim. Olmosdan tashqari. Va qusish burchakka qildim. Va bizda 300 ming pul bo'ldi. 1 milliongacha yig'amiz. Bu narsalarni qilish menga uncha yoqmayapti. Keyingi videoda buldozerga olishim kerak. Menga sal osonroq bo'ladi. Va keyingi mainni kutamiz. Va bizni addushi broyimiz bizga 400 ming tashlab berdi. Shu bilan main yangilanishini kutdim. Main hozir 10 sekundlarga yangilanadi va men bu yerdan kerakli narsalarni olaman degan umiddaman. Va main yangilandi. Men bu yerdan izmurud va olmoslarni unchalik ko'p ololmadim. Va o'zim qidirishga kirishib ketdim. Va 2 ta olmos ko'rib qoldim. Bolalar, mana shuncha narsani yig'ib oldim. Va bularning hammasini Bayer bozorida sotib yubordim, Izmurtdan tashqari. Chunki Izmurt menga boshqa narsaga kerak edi. Va bizda balansimizda 1 million bo'ldi. Va men yana bitta qusish burchagi qildim. Va hamma narsani sandiqqa soldim-da. Mening kallamga bir g'oya keldi va men bittagina tayoqchalar yasab oldim. Va bu tayoqchalarni men Izmurtdan qilich yasadim. Kim bilmasa, Izmurtdan qilich yasasangiz sizga 50 teng 2 bo'lib tushadi. Menimcha uni hamma bilsa kerak. Men uni keyin anavi yerga bordim. Sehrlash uchun. Va uni qo'shdim. Bu nimaga kerak desangiz, bu sehrni oshirish uchun kerak bo'ladi. Qolgan izmurtlarni qo'ydim. Hozircha shular edi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Kanalga like bosish va obuna bo'lish esdan chiqmasin.